Assalomu alaykum do'stlar. Filtrni mana shu holatda yotqizib olamiz. 4-darsligimiz bu. Ya'ni mana bu shlanglari yuqori tomonda turadi. Mana shu holatda yotqizib olamiz mana. Shlanglarni uzib almashtirsa ham bo'ladi, uzmay almashtirsa ham bo'ladi. Hozir men uzib almashtirib ko'rsatib beryapman-da. Uskunamizda ikkita ost tarafida ikkita shurpi bor. Shuni yechib olamiz. Albatta, atverkangiz bo'lsa, atverkada ham pichoqda ham yechsa bo'ladi. Juda oson. Pichoqda yechsa ham bo'ladi, atverka bo'lmasa. Demak, ikkita shurpini yechib oldik. Endi qanday ochamiz? Do'stlar, mana shu holatda mana shunday pastga bosamiz. Mana. Bo'ldi, ochildi. Bitta qo'lda amallab ochsa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichkaridagi filtrlarini, demak, ichkaridagi filtrlarni almashtirishni ko'rsatib beraman hozir men sizga. Ichki filtrlari 3 ta, mana ikkita bo'ladimi, bitta bo'ladimi, hamma filtrlarda bir xil almashtiriladi. Bittasini almashtirib ko'rsataman sizlarga. Juda oson bu. Buning uchun bitta pichoqning o'zi bizga yetarli bo'ladi. Har doim almashtirayotganda yoki o'ng tarafdan yoki chap tarafdan bir boshdan almashtirish kerak. Biz o'ng tarafdan boshlaymiz va bitta buni almashtirgandan keyin buni ustiga o'tasiz. Buni olib tashlab, buni olib tashlab, buni olib tashlab hammasini birdan qo'ymaysiz. Bitta almashtiramiz. O'ng tarafdan boshlasak ham, chap tarafdan boshlasak ham do'stlar. Misol, mana shuni almashtirmoqchimiz. Ya buni, ya hammasi bir xil almashtiradi. Mana shu holatda mana aylantirib olamiz. Mana shu ochiq tarafi yuqoriga bo'lishi kerak, ko'rinib turishi kerak mana shu holatda. Olamiz pichoqni, mana shu yerga kesib olmash kerak. Mana shu holatda mana ko'rib turibsiz-a? Mana shu joyda seri narsasi bor, mana qarang. Mana shu holatda mana chiqarib olamiz mana. Ana shu seri tugmani yuqoriga qarab bunday bossak chiqadi mana. Mana chiqdi. Juda oson. Shunday olamiz buni mana. Olamiz. Yangisini qo'yamiz yana qaytadan joyiga. Ko'pchilik aytishi mumkin do'stlar, bu filtr qanday qo'yiladi? Yoki bundaymi, yoki bu holatdami? Hech qanaqa farqi yo'q do'stlar. Qanday o'rnatsangiz ham bu filtrlarda farq qilmaydi. Yana ham aniqroq tushuntiraman. Ba'zi filtrlarda strelka qo'yilgan bo'ladi. Mana bu holatda mana strelka bo'ladi. Mana shu holatda suv chiqadigan tarafga qilib o'rnatsangiz ham bo'ladi, lekin u strelka qo'yilgani bilan bunaqasiga o'rnatib qo'ysangiz ham hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Sababi buning ichida T33 kokos filtri bo'ladi. Bunaqasiga o'rnatsangiz ham ikkala tarafida ham bir xil ishlayveradi bu filtr. Mana shu holatda qo'yiladi. Juda ham oson. Mana shunday qotiriladi do'stlar. Joyiga qo'yildi. Xuddi shunday bunisini ham xuddi shunday almashtiramiz do'stlar. Demak, ichki filtrlarni ham almashtirishni o'rganib oldik. Ichki 3 ta filtrni ham almashtirgandan keyin bemalol filtrimizni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Albatta, birinchi yopmasdan ishlatib ko'rsak ham bo'ladi. Filtr to'g'ri almashtirganimizni yo almashtirmaganimizni tekshirish uchun suv oqadimi, ichidan suv oqmaydimi tekshirib ko'rsak bo'ladi. Va biz ham hozir buni tekshirib ko'ramiz. Mana shu holatda mana ichki filtrlarni almashtirib oldik. Keyingi ishimiz buni tekshirish bo'ladi do'stlar. Demak, keyingi darsligimizga o'tamiz. O'ng tarafingizdagi video ustiga bosing va keyingi 5-darsligimizni ko'rsangiz bo'ladi do'stlar.